Assalomu alaykum, hurmatli bolalar va kanalimiz kuzatuvchilari. Manaki biz anorlarni sovurishda oldini olish maqsadida palgani o'ylab chiqib, shuni misol qildik. Bir ikkita kommentariyalarda savol bo'ldi. Bizda daraxtlar juda katta bo'lgandan keyin qanday o'raymiz? Mana o'sha siz aytayotgan daraxtlar, siz aytayotgan shakl mana ular kesilmagan, endi bahorda kesiladi. Hozirgi kesuvlar uncha qilinmagan. Mana holatlari. Keling endi qanday o'rayamiz. Bir metrli palga o'rtadan bo'lib olgan holatda, mana bu holatda bo'lib olinadi. Aylantirish jarayonlarini ham ko'rsatib o'tamiz hozir. Kesilgan palgalar o'rab olinadi. Mana bu oson bo'lishi uchun, biz asosan qiynalmasligimiz uchun mana yoyilgan, mana shunday katta bo'lgan holatdagi anorlarni ip bilan chiroyli bo'ylab olamiz. Hech nima ko'rmaganday bo'lib qoladi. Aylantirib olamiz. Yurib ketmasligi uchun, mustahkam ushlashi uchun. Ketdik. Endi bir gapi bor, qancha bir ishni qilaversak, shuncha malakamiz, nimamiz oshib boradi, tajriba oshib boraveradi deydi. Shu o'rinda bir fikr kelib qoldi. Mana shu qiladigan ishimizda o'tirgan ishlaman. Bu qanaqa fikr? Undagi qulaylik Yetarli 10 santimetr vazn bilan aylantirib kelinaveradi. Bu qiyinchilikdan ko'ra bundan ham oson varianti. Mana xuddi shu holatga bo'lib yopilishda nimasi o'rab o'tirilmaydi. Daraxtimizning balandligi 2,5-3 metr. 3 metr ham chiqmaydi. 2,20-2,5 metr. Keling shuni mana buni misol qilib 1 metrli palga qilib olaylik. 1 metrli. 1 metrli qilib olgandan keyin 3 ta 1 metrlikni shuna qo'yib yoniga, bitta bu tomoniga, bitta bu tomoniga. 3 metr bo'ladi. 3 metrda qaytarib olib kelib, bu tomoniga bitta tikiladi, qop bo'ladi. Tepasi tikiladi. Olib kelamizda shuni ustiga kiydirib qo'yamiz. Qaytarib chiqarib olamiz. Bu variant bundan ham juda kuchli. 9 metr palga ketadi. 9 metr palgamiz 4 mingdan boringki 36 ming pul bo'ladi. 36 mingni 4 yil bemalol ertmasi, hech joyga shikast yetkazmasi amalga oshirsa bo'ladi degan fikrdamiz. Imkon qadar ujolarni ham qo'yib o'tamiz. Xudo xolasa keyingi videolarga. 2026-yil 10-dekabr. Mana shu holatga o'rayamiz. Bu salgina qiyinroq bo'lar ekan. Qiyinligi ham bu darajaga qiyin emas. Boya men aytib o'tgan variant u bundan-da qulay. Bunga skoch uriladi, unda skoch emas. Tikib chiqiladi, tikilgandan so'ng kiydiriladi, tepasi tikiladi. Hurmatli bolalar va kanalimiz kuzatuvchilari, agar videolarimiz yoqqan bo'lsa, like tugmachalarini bosib, tanish bolalarga jo'natib qo'yamiz.